Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Allah'ın muvaffak kılışı bilen Allah çeksiz hamd sanalar olsun. Biz aile terbiyesiyle alakadar dersimizin davamlaştırıvatımız. Allah bu dersimizni, şu dersimizi katnaşkan, şu sohbetimizi katnaşkan kırındaşlarga, hemşerilerge ve tilimizni düşündüğün barcha Müslümanlarga Allah Teala eski dünyalık menfaatlik derslerden kıpırsın. Biz ötken qitimliq sohbetimizde ailelerin buzuluşu, ailedeki hak hukuklarının, mesuliyet, mecburiyetlerinin depsendi buluşunun kelip çıkıdı diye kelip toxtugan edik. Hem de bu ailenin buzuluşu olsa cemiyetinin veyran buluşunu keltirip çıkardı. Cemiyetinin buzuluşu, veyran buluşu yarışarımızın buzuluşunu keltirip çıkardı. Yani bu ailedeki ayal o'ttirsidagi haq huquqlarining rioya qilinmasligi, depsendi bo'lishi umumiy yer shariga ta'sir ko'rsatdi. Hozir dal shu vaqtni o'zida yashayotimiz ayal o'ttirsidagi haq huquq, mas'uliyat, majburiyatlar salqarlayotgan, depsendi bo'layotgan bir zamonda yashayotganligimiz uchun insonlar to'plamini zulm qoplayapti. Shu vajdan Alloh subhanahu va taolo o'zining nusratini, yordamini olib qo'ydi. İnsanlar orman kanunuga boysunup yaşaygan bir halatga kelib qoldi. Yani küçükler acizlarni bozak qiladigan, küçükler acizlarni yeb semirib ketaveradigan hayvonlar kanunu, orman kanunu bilan yaşaydigan bir halatga tushib qoldi. Aksicha, hayvonga berilmagan aql, idrak ve fen texnik ilimleri insanlara berilgan edi. Ama insanlar bu aql, idrakni joyida ishlatmadi. Hatta ki Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de sübetligendek, estağfirullah, ulaike kel en'am belhum azal. Ula yani şu Allah'tan uzaklaşıp ketken, nefsiga berilgan, şeytan kulu olan kişiler hayvanlarga o'xshaydi. Belki ular hayvandan mı beterdir? Deyish orqali hayvandan mı pes, töven bir derecege, menzilge holatga tushib qolganligini Allah Teala bayon qilyapti. Mana biz şu davrda yashayapmiz. Bunun en asaslık birinci amil olsa der bu şu aile degenidir ötken sohbetimizde. Demek Allah Subhanahu ve Teala insanlarını yaratıp taşlap koymay, ularning ailesiga kadar ve ailesininki barliq bulun bushqaqlari kadar sistema, tüzüm yani şer'i prinsiplarni bekitib berdi. Albatta bunda Allah Teala'nın rahmeti var ve haq huquqlarini ham bekitdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Haccetul Vida yani vidali şecide uzun hutbe sözler şunun katarında ne degan? İnne lekum min nisaikum haqqan ve li nisaikum aleykum haqqa degan. Yani erlerge qartib turib, erler sizlar uchun ayollaringlarninki ustida haqlaringlar bo'lgan o'xshash, ayollaringlarning ham sizlarning ustida haqqi bor deb ayol o'ttirisida, yani ailede haq huquqlarning, mas'uliyat, majburiyatlarning baliqiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuqorqi so'zida ochiq ishora qilib o'tgan. Undan boshqa Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ham astagfirullah va lahunna mislullazi alayhinna bil ma'ruf va lirrijali alayhinna daraja vallohu azizun hakim. Bu ayollarning o'zlarining erlari ustida xuddi erlarning ayollar ustida haq bo'lganiga o'xshash haqlari bor deyish orqali ayollarning bir-birining ustida haq huquqlarining borligini ayolni yaratgan, oilaga shar'iy tuzum bekitib bergan Alloh ham buni ochiq o'tirib qo'ygan. Oyatning davomida va rijali alayhinna daraja. Ammo erlar uchun ayollarga nisbatan bir ortiq bir daraja bor. Alloh taolo g'olib va hikmat ulash qiluvchi degan. Demek ayollarning bir-birining ustida haq huquqlari bo'lsa-mu, ammo erlarninki ayollar qaragan vaqtida bu jihatda ortiqchilik bor. İnşallah biz sohbetimizin davomida bu vaqtda yana ko'p to'xtalamiz. Bu yerdagi ortiqchilik qaysi ortiqchilik? Bu yerdagi erlarning ayollarga nisbatan bir daraja ustun o'rinda turishining sababi nima? İnşallah buni darsimizning davomida bayon qilamiz. Bundan başka yana Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah er-rical qawwamuna 'alan nisa. Erler
ayollarning ustiga boshliqdir, raisdir, hokim bo'lguchidir, hukm qilguchidir degan ma'noda ayollarning bir-birining ustida haq-huquqlarining borligiga dalolat qilgan. Va bu oyatda ham erlarning ayollar qaragan vaqtida bir daraja huquqda ortiq va yoki himoya qilishda, homiychilikda ortiq ekanligi, podachilikda bir mas'uliyatni ustiga olganligini bayon qilgan. Endi din dushmanlari qaragan bo'lsak, qarindoshlar, inson va jinlardan bo'lgan shaytonlar qaraydigan bo'lsak, bular avval shunday bir prinsipni o'tirib qo'ydi ekan, shunday bir fikrni o'tirib qo'ydi ekan, ayollar huquqda barobar. Erlarni huquqni ustun qilib o'tish ayollar qilingan zulm, adolat emas. Shunga ayol huquqda barobar. U oila boshliqligini cho'qim erlar qilishi lozim emas. Tang bosh qilish kerak. Yoki ba'zi ayollar ham boshliq qilish kerak. Degandek, mana shu fikrni tunji qadamda insoniyat dunyosiga, bo'libmi musulmonlar olamiga sungan. Bu fikr o'zining kuchini ko'rsatib, ayollar huquqiga aloqador har xil qonun prinsiplar tarafdan chiqishga boshlagandan keyin va yoki ayollar huquqini da'vo qiladigan har xil yig'inlar ichilib, namoyishlar o'tkazilgandan keyin, ya'ni bu narsa insonlar orasida, hatto musulmonlar oilalarida o'zining kuchini ta'sir ko'rsatishga boshlagandan keyin, ikkinchi qadamda asli bularning maqsadi buni bilan to'xtab qilish emas, ayol huquqni barobar qilish bilan to'xtab qilish emas. Ikkinchi qadamda-chu ayollar huquqini ko'proq berish kerak. Ayollar ko'proq huquqni olishga ehtiyoji bor deb bu fikrni o'tirib qo'ygan. Mana biz hozir dam shu zamonda yashayapmiz. Hatto bu musulmonlar dunyosigacha o'zining ta'sirini ko'rsatdik. Yuqorqi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa degan bo'lsa, ya'ni erlar ayollardan huquqda va yoki kuch-quvvatda yoki raislik, boshliqlikda, podachilik, homiylikda ustunroq ekanligini Alloh taolo bayon qilayotgan bo'lsa, ayolning qanday ekanligini, uning kuch-quvvatining, xarakterining, fitratining qanday ekanligini eng yaxshi biladigan Alloh taolo shunda o'tirib qo'yayotgan bo'lsa-mu, va yoki yana bir oyatda vadir rijali alayhinna daraja, erlar uchun ayollar qaraganda bir ortiq daraja va degan mana shu oyatlarni tashlab qo'yib, buningga parvo qilmay, mana yuqoridagi fikrni o'tirib qo'yib, insoniyat dunyosiga, xosatan musulmonlar olamiga mana bu fikrni tashladi. Hozir shu fikrning kuch ko'rilayotgan, ta'sir bo'layotgan bir zamonda yashayapmiz. Bo'lib bu g'arb ellarida, Yevropada avval bu fikr o'zining kuchini ko'rsatdi. Birinchi o'rin turadigan huquqchilik ustun turadigan jins ayol, ikkinchi o'rin turadigan tek erm emas, mushklar erdinmi huquqchilikda ustun turadigan holatga g'arb ellarida, Yevropalarda mana buni keldi. Anandan keyin er kishi. Birinchi qadamda huquqchilikda eng ustun turadigan ayollar, undan qarshi mushuk, anandan qarshi erkaklar deyish orqali Qur'oni Karim va hadis Rasulullah'ninki ayollarninki huquqlariga urush e'lon qilgan holatda, buni qarshi holatda dal aksicha yuqoridagi fikrlarni tarqatdi. Maqsad nima? Hedef nima? Oilani buzib tashlash. Ayolni yaratgan, erni yaratgan Alloh taolo kimga qanday huquq berishni eng yaxshi biladi. Bu inson majlislardan bo'lgan shaytonlar, din dushmanlari dal buning qarshi ish harakat qilganlik uchun buning tabiiy oila buzilib, vayron bo'ladi. Bularning maqsadi ham shu. Amaliyotda Alloh taolaninki yuqorqi hukmida adolat bor edi. Tinchlik, xotirjamchilik, baxt, saodat bor edi. Ichki dunyo, izzat, baxt bor edi. Erga bergan huquqni erning ishiltishi, ayolga bergan huquqni ayolning ishiltishida mana shunday adolat bor edi. Alloh taolo o'zininki eng adil zot ekanligini, hukmda eng muvofiq insonlarga foydali bo'lgan, adil bo'lgan hukmdan chiqarganligini Qur'oni Karimda ko'p oyatlar bayon qilgan. Astagfirullah. Afa hukmal jahiliyati yabghun va man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. U kafirlar, Yahudi, Nasaralar jahiliyatninki hukmini talab qilishamda, islomning hukmiga bo'ysunmay, jaholat hukmini talab qilishamda, vaholanki Alloh taologa oxirat kuniga chin ishonadigan, cheksiz ishonadigan qavm uchun Allohdanmi hukm qilishda odilroq bir kishivami, bir zatvami deyish orqali Alloh taolaning ummatan yarashariga bekitgan
xosatan oilaga, ya'ni ayol o'tirisiga bekitgan haq-huquqlarning eng adil ayolga berilgani ayolning fitratiga muvofiq, erga berilgani erning fitratiga muvofiq ekanligini bayon qilgan. Undan boshqa yana Alloh taolo astagfirullah alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bu Alloh taolo eng adil hukm qiluvchi emasmi? Deyish orqali Alloh taoladanmi adil hukm qiladigan, muvofiq hukm qiladigan boshqa bir kuch, boshqa bir zotning yo'qligini Alloh taolo o'zi yuqori oyatda ochiq o'tirib qo'ygan. Demak, oilaga bekitgan Alloh subhanahu va taolaning va yoki Allohning payg'ambari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bekitib bergan bu tuzumlari, ayolga bergan bu haq, huquqlari, mas'uliyat, majburiyatlarida adolat bor. Buningda ikki dunyolik baxt, saodat, xotirjamchilik bor. Agar berilmagan haqni yana bir tarafga berib qo'ysak, Alloh va uning payg'ambari yuklamagan bir mas'uliyatni yana bir tarafga yuklab qo'ysak, bu chaqda shu kishiga zulm qilingan bo'ladi. Qarshi tarafning iqtidori yetmaydigan, toqati yetmaydigan, uningda bo'lmagan narsalarni yuklab qo'yish bu zulm bo'ladi. Endi yana bir ma'noda qaragan bo'lsak, qarindoshlar, ayol zotining asli er zotidan yaratilgan. Havva onamiz Adam alayhisalomdan yaratilgan. Bu g'aybiy ish. Shuning uchun buni Alloh va uning payg'ambari bayon qilib biz bilmaymiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda astagfirullah va xalaqa minha zawjaha va yoki summa ja'ala minha zawjaha degan mush oyatlarda ochiq o'tirib qo'ygan. Ya'ni u Alloh taolo u odamdan iborat bu bir nafsidan, bir jondan uning ayolini yaratdi. Yana boshqa oyatda astagfirullah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida va khalaqa minha zawjaha va bassa minhuma rijalan kaseeran va nisaa. Ey insonlar, Rabbinglarga taqvodorlik qilinglar, keyin u Rabbinglar avval bir jonni, ya'ni odamni yaratdi. Va u odamdan, shu bir jondan uning ayolini yaratdi, ya'ni Havvoni yaratdi. Adam alayhisalomning qo'rg'isidan Havvoni yaratdi. Va u ikkisidan ko'pligan ayollarni paydo qildi, zaminga taratdi. Deyish orqali ayolning asli bir jismdan kelganligi, ya'ni ayolning erning jismidan kelganligi yaratilganligi o'tirib qo'yilyapti. Buni ishora qilgan oyatlarni aytib ko'p. Biz mushunlar kifoyalimiz. Undan boshqa arab tiliga qaraydigan bo'lsakmi, lug'at jihatdan er kishi mar'un deyilsa, ayol kishi mar'atun deyildi. Mana bu şeyler mar'un, mar'atun qaranglar. Demak, birisi ayol, birisi er bo'ladi. So'zning tomiri, masdari bir chiqyapti. Unda bo'lgandan er ayol ikkisi asli bir-biridan yoki ularning yiltizi tomiri bir ekan degan ma'no mana bu yerdan chiqadi. Lug'at ismiy qarablan biz bu ikkisiningki yiltizining manbasining bir ekanligini tushuna olamiz. Endi bu Allohning rahmati qarindoshlar. Ayollarning erlarning qo'rg'isidan, ya'ni erdan yaratilganligi, Allohning mushin iroda qilganligida albatta hikmat bor. Mumkin er ayollarning bir-biri bilan chiqishib, o'zaro moslashib, yashashiningki qo'laylashish uchun Alloh taolo shunday qilgandi. Vallohu alam. Hayotida qiynalib qolmasin bu er ayollar, bir-biriga moslashib o'ssin, bir-biri bilan hamkorlashib o'ssin deganni maqsad qilgan asosda vallohu alam. Havva onamizni boshqa bir narsadan, Adam otamizni boshqa bir narsadan yaratmay, Havva onamizni Adam otamizdan yaratish orqali o'z ulfat bo'lib yashasin, bir-biriga nisbatan ko'yilib mehr-muhabbat yashasin, xuddi birdan bir jasaddak yashasin degan maqsadda vallohu alam bularning yiltizini bir qilgan bo'lishi mumkin. Buning hikmatini Alloh yaxshi bilguchi. Endi yana Alloh taolaning mushaqdagi irodalari qaragan bo'lsak, qarindoshlar, ayollarni yaratishdagi maqsadning erlarni xotirjam qilish ekanligi ham Qur'oni Karimda ochiq o'tirib qo'yilgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deydi, astagfirullah: "Vallazi xalaqakum min nafsin wahida va ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha." Mana shu oyatda u Alloh sizlarni bir nafsidan, bir jondan, ya'ni Odamdan yaratdi. Anandan keyin u Odamdan uning ayoli Havvoni yaratdi. Nima uchun desa, keyinda mushning sababini bayon qilib, liyaskuna ilayha. U er kishi, ya'ni shu odam ayoldan xotirjamlikka erishish uchun. Demak, ayollarning yaratilishidagi hikmatni Alloh taolo erlarni xotirjam qilish uchun da'vat etdi.
Adem Aleyhisselam yaratılgan ve yalğız yaşagan, keyin Havva anamız Adem Aleyhisselam'ın qovurğısından yaratılıp, Adem Aleyhisselam'a söhbetdaş, turmuşdaş, ülpetdaş ve onun halal cüpti qılınıp berilgen, muşaqti kelgen qissalar qaragan bolsak, qarindoshlar, hemşeriler, Havva anamızın yaratılışındaki maqsadning Adem atimizni xotirjam qilish, xursand qilish, onun yalğızçılıqını, jiganlıqını yo'qotish ekanligini tushunib olamiz. Vaqt kelgan ba'zi sahih manbalar murojaat qilgan bo'lsak, Adem alayhisalomni Alloh subhanahu va taolo yaratib, jannatni xohlagancha tomosha qilishga, jannatning nozik ne'matlarini, meva-chevallarini, sharoblarini xohlagancha iste'mol qilishga Alloh taolo ruxsat qildi. Bir mezgil Adem alayhisalomni Alloh taolo musholat qo'ygan deb keladi. Ondan keyin Adem alayhisalom garchi jannatni shu qadar har xil imkonlarga ega bo'lsa-mu, imtiyozlarga ega bo'lsa-mu, yana da o'zida bir yolg'izchilikni, bir kamtiklikni his qilgan. Demak, erlar ayollarsiz yashayolmaydi. To'g'ri, o'ylab qolmaydi u kishi, ammo uni ruhiyatida bir davolg'ishlar, ruhiy bisimlar, ideyi kurashlar har vaqt mavjud turibdi. Bu tan salomatlikka ham ta'sir ko'rsatadi. İctimai münasebetlerge, ibadetlerge, ögünüş hizmet ticaretlerge, yani normal adamdek yaşışığı tesir gösteriyor. Bunu biz hem his kılalayımız. Ayollar hem şundak, erlersiz doğru, ölüp kalma yaşışı mümkün, lakin ahir kıyınçılıklara duş keladi. Yani şu Adem Aleyhisselam'da Allah Subhanahu ve Teala yalğız bir mezgil koygan deyinkin, Adem Aleyhisselam'da bir xil yalğızlık, bir nesli bulgan bir intilişini Allah Subhanahu ve Teala bayqıgan, bilgen, anan deyinkin Havva anımız yaratkan, dep muşaklik menbeleri şundak keldi. Havva anımız yaratkan deyinkin Adem Aleyhisselam'dan yalğızlığı tamamen tügep, bir kemtiklikle yokap, ihtiyaçları xuddi kamil olgandek, nimet tehimi toluk olgandek şu halet keldi. Yani Havva anımız öyle muğduşup, söz düşüp, sır düşüp, cennetini tam kezip, tamaş kılıp, şu halette hatırcam ötken. Ki anan deyinkin, şeytanın vesvesesi bilen, Allah Teala'nın emir parmağına sarkarılıp, o ahire Havva anımız, Adem atımız ve iblis, bu üç kişi, üç mehluk cennetten çıkarılır. Demek, Havva anımızın yaratılışı, yanına Adem atımızın hatırcam kılıştı. Xuddi yukarı ayette, liyeskuna ileyha. O ayolning yaratılışı erni xotirjam qilish uchun degan maqsad uyg'un holatda bo'lgan. Endi tunji vahiy kelgan vaqtda ham nazar tashlagan bo'lsak, qarindoshlar, Xadicha onamizning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qanday xotirjam qilganligini ko'rib olamiz. Imom Buxoriy Oysha onamizdan rivoyat qilgan hadisda Oysha onamiz rivoyat qilib shunday deydi. Biroz uzunroq, buningki biz darsimiz munosabatli yerini olamiz. Peygamber Aleyhisselam'a vahiy kelib, Cibril Aleyhisselam tunji qitim şu 600 qanotli holatda, yani farishta altida ko'rinib va iqro ya Muhammad, o'qig'in ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam deb 3 qitim takrorlagan vaqtida Peygamber Aleyhisselam o'zining o'qiyanmaydiganligini bildirgan vaqtda qattiq siqib qo'yib aytgan. Mana bu vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tunji vahiyni topshirib edib, ya'ni shu sura Alaqninki tunji 5 oyatini topshirib olgandan keyin Naati qo'rqqan holatda, titirgan holatda uyiga qaytib kelgan. Qaysi uyiga? Xadicha onamizning uyiga. Shu vaqtning o'zida bir ayoli bo'lgan, tunji ayoli bo'lgan Xadicha onamiz bor edi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xadicha onamizga degankin, "Menga nim bo'layotgandi? Men o'zimdan qo'rqib qelyapman, ansirab qelyapman" deb bo'lgan ishlarni Xadicha onamizga so'zlab bergan. Shuni bilan Xadicha onamiz nima degan? Mana bu sharim o'yin qarindoshlar, diqqat qiling. Xadicha onamiz deganki, "Kalla, ya hargiz undaq emas. Ya'ni qo'qib ketgidek, o'zingizdan ansirab ketgidek, sizga birabi xafalık etadigan bir ish yo'q. Abshir, xush bisharat eling. Fa vallahi la yukhzikallahu abada." Allohga qasamkin, Alloh sizni hargizmi xarqib qo'ymaydi. Hargizmi tashlab etmaydi. Innaka latasilur rahim. Siz bo'lsangiz, sil rahimni ulaysiz. Va tasdiqul hadis va rastchil, rastgo'y, sodiq kishisiz. Va tahmilul kal va yo'qsullarning holidan xabar olasiz. Va taqriyul dayf, ya'ni mehmonlarni yaxshi kutasiz. Va tu'inu ala nawaibil haqq, haq egillarga yordam qilasiz. Demak, sizda mushundaq sifatlar bor, mushundaq aloyidliklar bor. Siz hargiz g'am qilmang, xush bisharat eling. Alloh sizni hargizmi xarqib qo'ymaydi. Deyish orqali nima qildi qarindoshlar? Rasulullohning qo'rqinchisini ketkizib o'tdi. Rasulullohning g'am andisini yo'q qildi.
Resulullah'ın titirgen, korkkan, çünkü insana nispeten elbette bir malaik periştenin 600 kanıtı ve aleti görünüp ve okuyan dis okuyanmayman dis sıkıp koyup bitip bundaq bir gaybi alem bilen insanlar alemindeki bu münasebetten elbette insanın aciz bedeni bundan korkudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insan bunu sıfitüler mana bu şahaletlerini biştin keçirgende yani korkunuşluk, endişelik bir hadisi uçurgan vaxtıda yani pünc boğa iş bu. Resulullah'ını Hadicetul Kubra raziyallahu anha anımız hatırcam kılıvat. Liyeskune ileyha. O ayalını yaratışki məqsədim devatı Allah Teala erini hatırcam kılış degen idi. Demek Hadice anımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni yukarıkı sözleri arkalık hatırcam kıldı. Demek ayal er kişinin hatırcam kılış için yaratıldı. Eğer er ayaldan hatırcam bulanmayatkan bolsa, bu ayal öz vazifesini ada kılmadı diye deyin. Meyli qandaq bir ailede bir er kişi öz ayalıdan hatırcam bulanmayatkan bolsa, meyli onun diyanetinden, meyli onun xiracetinden, meyli onun perzentlerine bolgan ta'lim terbiyesinden, meyli özüge bolgan hizmetinden, itaatinden veya ki qulum qo'shnilarga bolgan muomalalardan hatırcam bulanmayatkan bolsa, bu ayal özünün vazifesini ada qilmagan bo'ladi. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala ayalını liyeskune ileyha erini hatırcam kılış için yaratkan idi. Demek yukarıda sebeplerden erlerinin ayallar qarıga vaxtıda o ailenin başlığı buluş, o aileninki hakimi, hamisi buluş, padişçisi buluş, şunun bilan birge ayallar qarıga vaxtıda bir derece üstün artıq yaratılganlık noktalarından biz aval erlerinin ayallar üstüdeki hakları hakkında toxtalımız. İnşallah söhbetimizden devam eden keyinki san söhbetlerde ayallarının hem erler üstüdeki hukukları hakkında toxtalımız. Erlerge beğenmegen hukuklarını Allah subhanahu teala ayallarga hem bergen. Şiddetteki muvaffak yaratılışına uygun halette hak hukuklar berilgen. Şunu bununla insaf kılış gerek. Ermi insaf kılış gerek, ayalının hukuku tecavüz kılması gerek, ayalının insaf kılış gerek, erinin hukukunu talaşması lazım. Bo'lmasa aile buzurdu. O cemiyetni buzishga turdi, yer sharini buzishga turdi. Andaqda biz erlarning ayollar ustidagi haq huquqlari haqida to'xtalaydi. Erlarning ayollar ustida qanday haq huquqlari bor, qanday haqlari bor, bu haqda to'xtalaydi. Buni er kishini bilishga ehtiyoji bor, o'zining huquqini to'g'ri yo'sinda foydalanish uchun ayollarning ham bilishga ehtiyoji bor. Erlarning huquqiga tajovuz qilib qo'ymaslik uchun, uni rioya qilish uchun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud rivayet kılan Şeyh Albani Sahih diyen hadisinde şundak dedi. لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدَنَّ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ. Eğer ben bir kişini yeni bir kişiye secde kılışka buyurgan bolsam, şunu doğru köygen bolsam, hakikaten ayallarını özlerinin erlerine secde kılışka buyurgan bulattım. Nima uchun? Lima ja'alallahu lahum alayhinna minal haqq. Allah Taala'nın o erler uchun ayollar ustida belgilab bergan haq huquqlarini ko'rsatgan asosda, ya'ni buning muhimligidan ayollarni erlarga sajda qilishga buyurdim degan. Demak, mana shu hadisda erlarning ayollar ustidan, o'z ayollari ustidan haqlarining, huquqlarining borligi chiqadi. Lima ja'alallahu lahum alayhinna minal haqq. Mana haq deb chiqadi. Biz inşallah ders şekilde bo'lganlikdan tafsila to'xtalamiz. Bir da'vat, bir qitimliq, bir ta'lim tarbiyalar emas, bu bir silsilaviy qismliq ders bo'lganlikdan biz inşallah erlarning huquqini tafsili, ayollarning huquqini ham tafsili, hatta bolalarning haq huquqlarini ham inşallah so'zlab o'tamiz. Nima uchun erlarning ayollar ustidagi huquqini avval so'zladik deganda yuqorida javob berib o'tdik ana. Oyatlar, hadislar erlarning ayollar qaragan vaqtida oila boshlig'i bo'lib saylanganligi Alloh tarafidan va payg'ambar tarafidan va bir daraja ustun bo'lganligi, ana shu ayollarning erdan yaratilganligi degandek taraflarni ko'rsatib turib biz avval erlarning ayollar ustidagi huquqidan boshlayapmiz. Erlarning ayollar ustidagi birinchi eng muhim haqqi ayollar erlarga itoat qilish lozim. Bu shar'an vojib. Bu Qur'onning dalili bilan, sunnatning ya'ni hadisning dalili bilan va ulamolarning ijmosi bilan vojib. Albatta bu yerki itoat mutlaq emas, nisbiy, muqayyad, qaydlik. Ya'ni cho'qim %100 bütün ishda, to'g'ri xato hamma ishda itoat qilamizmi
Yo'q, undaq emas. Çoxum ma'ruf ishlarda, to'g'ri ishlarda, Alloh asiy bo'lmaydigan ishlarda ayollar erlarga itoat qilishi vojib. Alloh asiy bo'lgan ishda itoat qilishi harom. O'sha itoat qilmasligi vojib. Ayollarning erlarga itoat qilishining vojib ekanligini, zarur ekanligini Alloh taolo Qur'oni Karimda va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarida ochiq o'tirib qo'ygan. Yuqorida biz tilovat qilib ketgan Estağfirullah. Er-ricalu qawwamuna 'alan-nisa. Erler ayollar ustiga hokimdir, boshliqdir, homiydir degan mush oyat ham ayollarning erlarga itoat qilishini vojib qilib bekitdi. Chunki boshliq bo'lgan odam, amir bo'lgan odam cho'qim ma'murdan itoatni ko'rishi lozim. Padichi bo'lgan odamga cho'qim padala itoat qilishi lozim. Chunki shay qawwamun degan iborani ulamolar padichi, rais, boshliq, hokim, homiy deb tafsir qilgan. Ondan başqa yana estağfirullah ve lir-ricali alayhinna daraja. Bu erler üçün ayollarning ustida bir daraja ortiqlik bor. Degan mana mushu oyat ham shuni dalillaydi. Mushu oyat ham erlarga ayollarning itoat qilishini vojib qilib bekitdi. Ulamolar mushu oyatni ham dalil qilgan. Bu vaqtda biz kelgan bütün oyat hadislarni hamma so'zlab bo'lmaymiz. Shunga bir ikkisi bilan kifoyalansak shu yetarli. Şeyh Albani Sahih degan Abdurrahman ibn Avf raziyallohu anhu rivoyat qilingan İmam Ahmad o'zininki hadis to'plamlarida keltirgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedi: "İza sallatil mar'atu khamsaha va samat shahraha va hafizat farjaha va ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati shi't." Mana bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: "Agar bir ayol kishi 5 vaqt namozni o'qisa, şu farz bo'lgan shahrul Ramazon oyining ro'zasini tutsa va o'z avratini haromdan saqlasa, eriga itoat qilsa, mana shu 4 ishni qilsa, birinchi 5 vaqt namozini o'qisa, ikkinchi farz bo'lgan Ramazon ro'zasini tutsa, uchinchi avratlarini haromdan saqlasa, to'rtinchi eriga itoat qilsa, mana shu 4 ishni qilsa, u ayolga deyiladi-ki, ey ayol, siz xohlagan jannatning eshiklaridan kiring. Degan mana mushu imtiyoz, mushu maqom berildi deydi. Nima degan ustun maqom qaranglar? Nima degan erlar qaragan vaqtida oz shartlar. Erlarda ko'p shartlar. Jihad qilmasa bo'lmaydi. Riba tutmasa bo'lmaydi. Hokimiyat ishlariga, siyosat ishlariga aralashmasa ham bo'lmaydi. Pul topmasa bo'lmaydi. Ayol bolalarni boqmasa bo'lmaydi. Uy ijarasi uyiningki har xil chiqimlarni qilmasa ham bo'lmaydi. Umum ummatning xosatan o'zining xalqining, vatanining dardini, g'imini qilmasa ham bo'lmaydi. Erlardan ko'p narsa talab qilindi. Ayollarning o kadar emas. To'g'ri, o'ziga tushib buning jafosi bor. Bola boqmoq oson emas. Uyda o'ltirib, erining xizmatini qilib, bolasini beqishning o'zi nayt mushaqqatli ish. Shu bolani 9 oy qo'saqni ko'tarishmi, bumi bir jang. G'albalik holatda bu jangdan chiqish, umi bir mushkul ish. U bola tug'ilgandan keyin u aqliga yetkicha onani xaf qiladi. Onaga ig'irchilikni soladi. To'g'ri. Bu jihatlardan qarasak, uning o'ziga tushib mushkuloti bor. Demek, temiz münasebet kiri qaysı? Ayollarning erlarga itoat qilish vojib degan edik yuqorqi hadisda va ata'at zawjaha. Eriga itoat qilgan bo'lsa deb ayolning jannat kirishininki shartlarining ichiga buni kirgizib qo'ydi. Demak, vojibkan. Vojib bo'lmasa, bu ayolning jannat kirish qo'li kelmaydi demakchi. Yuqorqi oyat hadislarning dalili bilan ayollarning erlarga itoat qilishi vojib, shar'an vojib. Bu yerdagi vojibdan maqsad farzayn. Qısa ajr berilgan, qilmisi jazolanadigan amal shariatda vojib deyiladi. Va yuqorida o'tdik, mutlaq emas bir itoat, ma'ruf ishlar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisida la ta'ata fi ma'siyatin, innama ta'atu fil ma'ruf degan. Ali ibn Abi Talib raziyallohu anhu rivoyat qilgan Sahih Buxoriydagi hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan. Ya'ni ma'siyat Allohga osiylik qiladigan, Allohga isyon qiladigan gunoh, ma'siyat ishlarga itoat qilish yo'q. Ayolni erga itoat qilmaydi, balatani itoat qilmaydi, qul xo'jayiniga itoat qilmaydi, fuqaro podshosiga itoat qilmaydi. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Itoat bo'lsa, u yaxshi ishlarda, Alloh va uning rasuli rozi bo'ladigan ishlarda bo'ladi. Deyish orqali itoatning chek-chegarasini belgilab turadi. Ma'noga haraqa kir taladin, ma'noga tamaki kir, ma'noga nisha kir desa ayol kishi mangmaslik lozim. Haraq ichadigan so'rin suhbatdoshlarni uyiga chaqirib, bizga tamoq etgan, say qo'ygan, choy damligin desa, bunga mangmaslik lozim. Gerçi tamoq etish normal holatda ayol kishining vazifasi. Biz bu vaqt inshaalloh suhbatimizda bu to'g'ri to'xtalamiz.
Ama ma'siyat sorunu bo'lganlikdan buning itoat qilmaslikka to'g'ri keldi. Agar majburlansa u boshqa, imkoni bo'lmasa u boshqa. Lekin o'z ixtiyorlik bilan itoat qilmaslik lozim. Bundan boshqa yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xoliq. Xoliqqa asi bo'ladigan, ya'ni Allohga asi bo'ladigan ishlarda maxluq itoat qilinmaydi. U maxluq ayolga nisbatan er kishi, bolaga nisbatan ota-onasi, qulga nisbatan xo'jayini, ma'murga nisbatan amiri. Demak, bu yerda itoat qilishninki chek-chegaralari, prinsiplari belgilanib beriladi. Qarindoshlar, biz oilani ilgari bir davlatga o'xshatgan edik. Demak, bir davlatda podshoh bo'ladi, ya'ni rais bo'ladi va fuqarolar bo'ladi. Fuqarolar bo'lsa, ana shu podshohga itoat qiladi. Demak, oila bir davlatga o'xshaydi ekan, andaqda oilaning boshlig'i bo'ladi. Alloh taolo ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa deyish orqali oilaning boshliqligini erga berdi. Hatta payg'ambarlik qoldirmay o'zi oila boshlig'ini erqib tayinladi, sayladi. Allohning bu taqsimotiga rozi bo'lishimiz to'g'ri keladi. Anda qilgan ekan, Alloh oila boshlig'ini erkish qilib tayinlagan ekan, cho'qim oiladan iborat bu davlatdagi bolalar va ayoldan iborat bu fuqarolar oila boshlig'i bo'lgan bu erkishiga, ya'ni bu podshohga itoat qilish lozim. Bu har qanday bir podshohning o'zining tuzumlari bor, prinsiplari bor. Har qanday podshoh o'ziga osiylik qilgan, o'ziga itoat qilmagan fuqarolarni har xil usullarni jazolaydi. Alloh ham shunday. Alloh mana butun koinotning podshosi, insonlarning podshosi, qiyomat kunining podshosi. Qolganlarimiz Allohning fuqarolarimiz. Allohga itoat qilishimiz vojib, mutlaq bu. Ammo erga itoat qilish bu mutlaq emas, yuqorida degandek chek-chegaralari bor. Qarindoshlar, hamshirlar, erga itoat qilish ota-onaga va qarindoshlarga itoat qilishdan oldin turdi. Buni ham bilib olaylik. Agar erga itoat qilish bilan ota-onaga itoat qilish tang-tanglanib qolsa, yoki o'zining akisi, inisi, hadisi, fikrlari, sanallari qatorliq mush urug' tuqqanlarga itoat qilish, erga itoat qilish bilan tang-tanglanib qolsa, cho'qim erga itoat qilish oldin turish lozim. İmam Ahmad rahimahullah bir ayol kishi haqida, ya'ni uning eri va onasi ham bor. Onasi lekin kasal. Maqaranglar. Bir ojizlik bor degan gapda, bir yordamga ehtiyoji bor, xizmatga ehtiyoji bor degan gapda, eri va kasalchan onasi haqidagi bir ayol haqida Ahmad ibn Hanbal rahimahullah Muntahal al-Idorat degan kitobining sharhisida shunday deganki, mana mushunda ahvol ostida ayolning eriga itoat qilishi kasalchan onasiga itoat qilishdan bakrak vojib. Agar ruxsat qilsa, u mayli. Men berib onaning xizmatini qil. Onamiz og'rib qopti, yordamga ehtiyoji qopti, berib oshtamaqin etkin, kirqitini jug'in deb ijozat qilsa bu boshqa. Lekin ijozat qilmasa, cho'qim bu ayol erga itoat qilish lozim. Bu ilgari turdi deyish orqali qarindoshlar, hamshirlar, ayollarning erlarga itoat qilishining shu qadar muhim ekanligini o'tirib qo'ygan. Masalan, bu shu hijrat qilish masalalarida biz shu masalaga yo'liqdik. Ota-onamiz bizning mehrni o'zamay, ko'zlari mo'ldirgan holatda, qon, yosh holatda oldimizda turgan, moyoqda erimiz, yo'ldishimiz turgan, "Men hijrat qilayli, Allohning yo'lida dinimizni qo'g'dab hijrat qilayli" deb turgan va yoki erkak hijrat qilib chiqib bo'lgan, ayol kishini keyindan chiqishga tavsiya qilgan. Mana o'sha holatda ayol kishi ikki tog'ning o'rtasida qolgan. Bilan ota-onasining yoki onasining dadasining o'rtasida qolgan. Vaqt kimni tanlash, kimga itoat qilish masalasi yuqorqi mazmunlarda belgilandi. Mana bu temada ham, ya'ni ayolning erga itoat qilish masalasida ham qarindoshlar, shaytonning, iblisning inson va jinlardan bo'lgan qo'shinlari, ya'ni oila buzg'unchilari ham buningda ham qarab turmagan, bo'sh turmagan. Ular deganki, ayolning erga itoat qilishi, bo'ysunib itoat qilib yashashi, u adolatsizlik, bu ayollar erkinligini boqqanlik, ayolning erga o'xshash hur inson degan fikrlarni o'tirib qo'yish orqali ayollarning erlarga itoat qilishiga to'sqinlik qilgan. Yana ham shunday qilyapti. Shunga oilada bir huzur yo'q, oilada bir xotirjamchilik yo'q. Ne ayoldan, ne ayol erdan, ne ota-ona boladan, ne bola ota-onadan, ne qo'shni-qo'shnilardan xotirjam bo'lmaydi. Kelayotgan telefon uçurlarda gumon bor bir-biriga nisbatan. Kimdan kelyapti, kim bilan so'zlashyapti. Ko'chaga chiqib ketgan tek xotirjam emas. Nima uchun? Oila sistemi buzilgan. Alloh va uning rasuli belgilab bergan haq, huquqlar dafsanda qilingan.
Din düşmanları mana bu jihatda hali ham o'zining maqsadlariga yetgan, ma'lum darajada o'z g'oyalarini ishga oshirgan bir zamonda yashayapmiz. Qaysi oilada ayol kishi erdan huquq talashgan bo'lsa, tang boshqurimiz bu oilani, iqtisodini tang boshqurimiz, yoki iqtisodini men tutaman, bolalarning kelgusini men belgilayman, yoki sen menga itoat qilib yashashing kerak deb erga shunday talablarni qo'ygan bo'lsa, yoki mening sen itoat qilishim bu menga zulm emasmi? Adolatsizlik emasmi? Mening erkinligimni bo'qqanlik emasmi? Men mesela o'xshash bir hur inson tursam deb isyon qilganlik dal ana shu inson majlislardan bo'lgan shaytonlarning qirqib qochib ketganlik. Bu musulmon ayolga nisbatan asla yarashmaydi. Chunki yuqorida biz dedik, ayol kishining yaratilishi erni xotirjam qilish. Alloh taolo oilaning boshliqligini erga bergan tursa, payg'ambar alayhisalom ham buni tasdiq qilgan tursa, agar erdan huquq talashgan bo'lsa, oila boshliqligini talashgan bo'lsa, u er qanday ham bu ayoldan xotirjam bo'lsin? Demek bu ayol o'zining vazifasini ado qilmaydi degan gap. Alloh taolo bir prinsipni belgilagan bo'lsa, uning jazo ham mukofotlarini bekitgan. Alloh taolo ayollarga erlarga itoat qilishni vojib qilib bekitgan ekan, buningga mukofot ham tayin qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuqorida biz zikr qilib ketgan hadisda shunday deydi-ki: "İza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabil jannati shi'at." Qanaqlikin bir ayol kishi 5 vaqt namozini o'qigan bo'lsa, bir oy Ramazon ro'zasini tutgan bo'lsa, o'z avrtini haromdan saqlagan bo'lsa va eriga itoat qilgan bo'lsa, mana eriga itoat qilgan bo'lsa, u ayol uchun deyiladi-ki, siz xohlagan bir jannatning eshiklaridan kiring, o'zingiz qaysi jannatga kirishni xohlasangiz shu jannatga kiring deyiladi deb mana bunday bir oliy mukofotning berilganligini payg'ambarning tili orqali uqtirib o'tdi. Bu jannatga qaysi eshiklardan kirsa bo'ladiganligi bu g'ayib masala. Allah Peygamber Aleyhisselam'ı bildirse, Peygamber Aleyhisselam bunu bilmeydi insanlık tabiiyeti bilen. Demek bu Allah'ın Resulullah'ı bildiriş. Allah'ın vədisi. Erge itaat kılgan, şu arkalık erne hatırcam kılgan, erinin hukuku tecavüz kılmagan ayalga mana bu mükafat varken. Bunu nereden bulduk? Yukarı hadis'ti ki ve ata'at zawjaha, özünün erine itaat kılgan diye yerden bulduk. Elbette bu ma'ruf işlerdi, yaxşı işlerdi. Bugünkü söhbetimizde vaqt münasebeti bilan müşahede ahirlashtiramiz. İnşallah keyingi söhbetlerimizde bunun davamını ip baramiz. Texmi muhim, hattoki talash tortishliq mumkin hemşerilerimizning, qarindoshlarimizni ham qallasida ba'zi savollarga inşallah keyingi söhbetlerimizde javob chiqishi mumkin. Ya'ni masalan, erlarningki huquqlari ichida ayollarning erlarning xizmatini qilish, kirqitini yuyish, bolasini beqish, tamoqini etish, uyini tozalash, qatorliq masalalar bormi yo'q? Ayollar bu sohada erlarga itoat qilishi vojibmi, vojib emasmi? Ota-onasi bo'lsa erningki va yoki boshqa ayoldan bo'lgan bolalar bo'lsa buni beqish majburiyati bormi, yo'qmi? degan masalalarda inshaalloh vaqt ulamolarning qarashlarini va kuchli to'g'ri bo'lgan qarashlarni o'tirib qo'yamiz. Alloh subhanahu va taolo erlarga o'zininki huquqlarini va majburiyatlarini tunussun. Ayollarga ham o'zining haq-huquqlarini va majburiyatlarini tunussun. Bu orqali Alloh subhanahu va taolo bir-birining haq-huquqlariga tajovuz qilmay, o'zininki haq-huquqlari chegarasida harakat qilishga, shu orqali